Jaloliddin Hindiston tomonga chekinayotganida Pokiston mo'g'ullar hujumiga uchraydi. Shunda mo'g'ullar ko'p insonlarni o'ldirib, bir qismini asir oladi. Bular orasida Jaloliddinning yosh jiyani Mahmud ibn Mamdud, ya'ni Sayfiddin Qutuz ham bor edi. Mo'g'ullar unga Qutuz, qopag'on it degan nom berishadi. Mo'g'ullar ekspansiyasiga uchragan Eron, O'rta Osiyo hududlaridagi o'sha paytdagi urush vayronagarchiliklari payti asirga tushib qolib, mo'g'ullar tomonidan o'sha Suriya orqali Misrga sotib yuborilgan yosh yigit bo'lgan. Tarixda endi bu sotilgan qullar ikki qavmlardan iborat bo'ladi. Biri Turkon xotinning onasi dasht qipchoq qilgan edi. Shulardan asir tushgan qullar, ikkinchisi hali o'sha turkiylar dasht qipchoqdan va Xorazm shohlar saltanatidan ko'chib ketganlar. Haligi bosib kelmasdan burun omon qolaylik deb. Ana shular sekin arab dunyosida, Suriya, Iroqda bular Misrda nom oladi. Ko'chib yurganlar, keyin Jaloliddindan qolib ketgan jangchilar, ana shu ketganlar, qul qilib sotilganlar Mamluklar degan nom oladi.